Tarjimon tayyorlash kerakda. Tarjimonning nihoyatda kuchli hofizasi, ya'ni xotirasi bo'lishi juda ham kuchli. Bo'lmasa juda qiyin. Hozir men bir narsani aytib beraman, xohlasalar beringlar, xohlamasalar bermanglar. Ikkinchisi nihoyatda ko'p o'qigan bo'lish kerak. Uchinchisi nutqi juda bo'lish kerak. Men o'zim mana dars beraman, 7 yildan beri ba'zi bir domlalar chiqadi, yomon ko'raman. Ba'zilar o'sha so'z boyligi yetmasligidan, lug'at yetishmasligidan shunaqa bo'ladi. U bo'lmaslik kerak. Tarjimon topqir bo'lish kerak, nihoyatda. Gapirayotganida o'zi so'z boshlaganda nima haqida davom etib gapirishni anglab yetishlik, chunki ulgura olmay qolishingiz mumkin. Axborotga juda kuchli mayz bo'lishi kerak. Har tomondan xabaringiz, misol o'sha men aytdim, Turkiya bo'lsin, odamlar O'zbekiston butun urf odat, nimalar mayda narsalarcha hamma narsani nima qilib. Mana misol uchun buyuring degan so'z bor turkchada ham o'zbek buyuring, lekin o'zbekcha buyuring butunlay boshqa narsa, turkchada butunlay boshqa narsa. Oddiy rahmat so'zini turklarda rahmat desang xafa bo'ladi. Rahmat degan o'ta o'liklarga nisbatan ishlanadi. Xudo rahmatiga olgan deydi-ku. Shuning uchun ular tashakkur deydi, rahmat demaydi. Shu naragacha bilmasachi qiyin bo'ladi. Undan keyin tarjimon o'zimizda doim ishlash kerak. Keyin yana bitta narsa, doim ko'rsangiz, men ba'zan kulgim keladi. Kechirasizlar, bersanglar yo bermasalar, o'tirib yozib o'tiradi, vazirlar hammasi ko'zni ko'tarmaydi. Noto'g'ri, yolg'on.